onasining tilini tishlab uzib olgan farzand. 3-5 yoshli bir go'dak qo'shnisining uyidan tuxum o'g'irlab onasiga olib kelib beradi. Harom halolni bilmagan johil ona tuxumni bolasi qo'lidan olib unga "Mening aqlli o'g'lim, senga ofarin" deb peshonasidan o'pdi. Bola shu kundan boshlab har kuni yoki kunora qo'shnisinikidan tuxum o'g'irlab chiqa boshladi. Yillar shu tarzda o'tdi. Bola yoshiga qarab o'g'rilikni davom ettirdi. Tuxumdan tovuqqa, tovuqdan xo'rozga, xo'rozdan qo'yga o'g'irlik qilib yetishdi. Avvalgi tuxum o'g'risi bo'lgan bola ashaddiy kazzob o'g'riga aylandi. Chidab bo'lmas bir holatga keldi. O'g'rilik, kazzoblik bilan yurib bir kuni juda qabih jinoyat qilib qo'ydi. Qonun uni o'lim jazosiga mahkum etdi. O'g'lining o'limga mahkum etilganini eshitib, ona mahkamaga keldi va faryod qila boshladi. Yuzlarini tirnab, sochini yulib yig'ladi. Mening bu hayotda o'g'limdan boshqa hech kimim yo'q. Unga omonlik bering, ozod eting deb yolvordi. Qamalgan yigitdan so'radilar: "Sening oxirgi istaging bormi?" Avvaldan hukm etilganlarning so'nggi arzlarini eshitish odat bo'lgan. Shuning uchun undan ham so'nggi arzini so'radilar. Mahkum bunday dedi: "Bir kichik tilagim bor. Suyukli onajonimning muborak tillarini o'pishni istayman. Shul istagimni qondirsangiz." Mahkumning istagini ado etish uchun onasi uning oldiga keldi. "Suyukli o'g'lim, so'nggi marta tilimni o'pganingni men bir ko'ray" dedi. O'g'ri yigit onasining tilini tishlari orasiga oldi-da, uzib oldi. Til tap etib yerga tushdi. Shu yerda to'planganlar voy voy deb yuborishdi. Bu bola muncha qattol, shuncha jinoyatlarni qilgani yetmaganidek, onasining ham tilini uzib oladimi deb hayratlandilar. O'limga mahkum bo'lgan yigit: "Ey bu yerga to'plangan insonlar, bilmay bekorga ajablanmang. Mening hozir o'limga mahkum bo'lishimga sabab bu yomon tildir. U meni shunday qildi." Hamma taajjubda. Yigit davom etdi: "Men go'dakligimda qo'shnimning uyidan tuxum o'g'irlab kelganimda onam menga ofarinlar aytib, peshonamdan o'pgan edi. Agar o'shanda meni tarbiya qilib o'g'rilikdan qaytarganida, bugun bu o'lim jazosi menga berilmagan bo'lur edi" dedi. Bahlulning podshohga nasihati. Bahlul saroyga kirib, Harun ar-Rashidning yoniga kelib o'tirdi. "Menga nasihat qil", o'tindi Harun ar-Rashid undan. "Amir al-Mo'min, suvsiz cho'lu biyobonda qolib, tashnalikdan o'lar holatga yetsangiz, sizga bir qultum suv berib, o'lim changalidan qutqargan kishiga nima berar edingiz?" so'radi Bahlul shohdan. 100 dinor tillo berardim, javob berdi xalifa. Agar suv egasi pulga rozi bo'lmasa-chi, podshohligimning yarmini bag'ishlardim.
suv ichganingizdan so'ng peshobingiz kelmay qolib, qiynalib qolsangiz, unda bu kasalni davolagan kishiga nima berar edingiz? Podshohligimning qolgan ikkinchi yarmini berardim, javob berdi Harun ar-Rashid. Shundoq ekan, siz bu podshohlik bilan nega buncha g'ururlanasiz axir? Podshohlikning qiymati bir qultum suv va bir marta hojat qilishdan iborat ekan-ku. Xo'sh, shu arzimagan narsaga bechora xalqni shuncha zulmga mubtalo qilish aqldanmi? Debdi Bahlul.